Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Safiya Bekajon kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga juda ham oson va eng arzon intergentlardan tayyor bo'ladigan salatni ko'rsatib beraman. Ya'ni quymoqli salatni. Bilmaganlar uchun foydali bo'lsa, juda ham xursand bo'laman. Videoda ko'rib turgan mahsulotlar kerak bo'ladi bu salat uchun. Birinchi bo'lib, kichkinagina ozgina bir bo'lak karomimizni maydalab to'g'rab olamiz. Mana shunaqa qilib maydalab to'g'raysizlar. Endi kolbasamizni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olamiz maydalab. Qaynatib olingan tovuq filetini ozgina suyaklaridan chiqazib olamiz. Va yaxshilab buni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Juda ham mazali, vitaminlarga boy salat bo'ladi. Hurmatli bekajonlar, albatta sizlarga ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilib qolaman. Ham ovqat, ham salat bo'ladi. Mana endi quymog'imizni to'g'raymiz. Quymog'imizni uzun-uzun qilib to'g'rab olib, ustma-ust qo'yib, mana shu uzunasiga to'g'rab chiqaman. Endi bu har kimni o'zini didiga bog'liq. Kimdir somoncha shaklida, kimdir uchburchak qilib to'g'raydi. Qanaqa qilsanglar ham ko'rinishi har xil chiqishi mumkin, ammo mazasi juda mazali chiqadi. Mana shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Mana sabzavotlarni to'g'rab oldik. Endi buni ustiga 3 ta qoshiqda, 3 ta osh qoshiqda, mana ko'rinib turibdi, sizlarga ham katta-katta qilib to'ldirib solyapman. Mayonez solib olamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirishdan oldin ozgina mana salativiy tuz solib olamiz. Oddiy tuz ishlatmayman. Sababi kartoshka, quymoq, kolbasa, tovuq go'shtini hammasini tuzlari bor, o'shaning hisobiga sho'r bo'lib ketish mumkin. O'shaning uchun oddiy tuzdan ishlatmadim. Yeb ko'rasizlar, tabiiylarga ko'ra. Agar sizlar sho'rroq yesanglar, o'zingizlar ozgina solib aralashtirib olsanglar bo'ladi. Salatimizni yaxshilab hamma masalliqlari bir-biriga singib ketgunga qadar yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana salatimizni yaxshilab mayonezi sabzavotlarimizga singuncha chiroyli qilib aralashtirib oldik. Mana endi kim qanday xohlasa ana shunday usulda bezatib dasturxonga tortishingiz mumkin. Tayyor bo'lgan salatimizni likopchalarimizga solamiz. Buni ozgincha shovut bilan bir tomoniga bezatib qo'ydim. Mana juda ham ko'rinishi ajoyib salat chiqdi. Bilganlar shunchaki tomosha qilsin, bilmaganlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman. Kanalimda yangi bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Albatta sizni obuna bo'lishingiz, like bosishingiz kanalim rivoji uchun juda ham foydali. Keyingi videolarda ko'rishguncha azizlarim. Mana kanalimizning asoschisi Malika Safiya. Qanday chiqibdi qizim? Osh bo'lsin.